Uzdul HTML dersidagi 14 qism HTML bet o'rinlashtirish. Birinchi tor bekatni o'rinlashtirish. Tor bekatdagi mazmunlar jurnal yoki gazetga o'xshash ma'lum qoida bo'yicha tartibli holda o'rinlashtirildi. Biz div yoki table element orqali ko'p qurollardagi bet loyihasini amalga oshira olamiz. Uning CSS ni moslashtirish orqali bet qurilmasi va har qaysi bo'lakning o'rnini belgilaymiz. Ham shundaqla har xil go'zallashtirish unumlarini qo'sha olamiz. Table jadval orqali betni o'rinlashtirib bo'ldi, lekin u kasbiy bet o'rinlashtirish qurol emas. Undaqda biz table orqali o'rinlashtirilgan betni ko'rib boqaylik. Masalan, qaraydigan bo'lsak, betniki hozir mayaga betning usti qismi keldi. Mayoqqa sol taraf tizimlik, o'ng taraf mazmun, ostiga nashr huquq uchur kelgan bo'lsa, buningki tabledagi kodi body qismidan boshlangan o'rni qaraydigan bo'lsak, table kengligi 240 holatda, andan keyin tr deganimiz, buningki bu tag rangini belgilabdi. Buningki bu mazmuni. Mazmun qisminiki temasi. Andan keyin bo'lakcha buningki sol tarafdagi bu menu HTML, CSS, JavaScript degan meniki asosliq bu sol tarafdagi qismi. Tizimli qismi. Andan keyin buniki ostiga mayaga matidi orqali o'ng tarafdagi mazmun qismi, oxirida yana bir tr orqali buniki ostidagi nashr huquq uchurini ko'rsatgan. Hamda mushunga o'xshab ketilgan holatdagi iqtidorni amalga oshirishda hamda yana div element orqali bet o'rinlashtirsak bo'ldi. Unki divnikini ko'rgan bo'lsak, buni o'xshashlar ustidagi tema sol taraf tizimlik, o'ng taraf mazmun, ostida nashr huquq uchuri holat kelgan bo'lsa, buni biz CSS kod orqali mayada divninki mazmun qismi, bosh bet qismi, tizimlik qismi deb mayada belgilabla buni CSS kodini yozamiz. Ostiga kelganda mana ust qismi, tizimlik, mazmun qismi, ast qismi deb buni har birisini birdan div qilib, bularniki ID qiymatini mayada bekitib, ID qiymatiga mos holdagi CSS kodni mayada belgilasak, buningki shu belgilangan qismidagi tag rangining kodi, shu egizligi, kengligi, buniki to'g'rilanish holati sol tarafga to'g'rilangan deb ma'qulat keladi. Anki tableda call spanning ishlatilishiga diqqat qilish kerak. Bu call span degani nima deganda, masalan, mayada call span tang 2 deb ishlatilgan. Chunki ustidagi tr da mayada td dan 2 ni ishlatgan. td deb. Shunga ustidagi qurda hisobda mayada 2 tal td va hamda ostida birla td ishlatib mazmunni o'ttirib to'g'rilash uchun bu yerda call span degan qimmatiga qarta call spanni biz 2 deb qimmat versak mayada, demak bir td ma'niki 2 td ning o'rinchilik o'rnini egalladi degan ma'noni ifodalaydi. Ikkinchi CSS ni ishlatishning ortiqchiligi CSS uchun ayrim hujjat qilib qo'yib ishlatganda torbat uslubini qo'llash ko'p qulaylik bo'ladi. Misalda CSS kodini bevosita ustida qo'ydik, biz buni ayrim bir hujjat altida saqlab mayadagi CSS kodni andan buni betga ulash orqali qilsak, betning uslubini o'zgartgan vaqtimizda mayanga chiqilmaymiz. Bevosita shu CSS uchun o'zgartsak bo'ldi. 3-yuqori darajalik torbat loyihasini qurib, ko'p vaqt va yuqori texnik talab qilgan xizmat. Shunga tayyor uslublarni ishlatish oqilona tanlash hisoblandi. Ko'plagan sistemalarning haqsiz uslublarini tor bekatdan tushirgildi. Masalan, uzul tor bekatimiz ta'minliga Uycom sistemasining ko'plagan uslublarni tor bekatlardan haqsiz tushirib ishlatishga bo'ldi. Bu orqali ko'pchilik o'zining vaqti va zehniy quvvatini tejab, asosli o'zining zehnini tor bekatning mazmuniga qartalaydi.